Hozirgi zamonning eng dahshatli, eng ko'p kasalliklarga, muammolarga olib keladigan gormoni bu albatta insulin. Insulin normada qondagi qand miqdorini tushiradi. Ya'ni odam shirin narsa yeganda u 3-5 baravargacha ortishi mumkin va 2-3 soat davomida bu normaga tushadi. Lekin doimiy ravishda shirin narsalar, fast foodlar, xamir ovqatlar va shirin ichimliklar ichganimizda u 5-10 baravar, hatto 20 baravar ortishi mumkin. Insulin rezistentlik paytida esa u normaga tushishi undan ham qiyin, balki tushmasligi ham mumkin. Buning oqibatida doimiy yuqori insulin boshqa to'g'ri nisbatda ishlayotgan gormonlar muvozanatini buzadi. O'sish gormonga yomon ta'sir qilishi oqibatida yosh bolalarda bo'y pastligi kuzatiladi, yosh kattalarda esa tez qarish kuzatiladi. Balog'atga yetish davrida esa o'ziga xos muammolar keltirib chiqaradi. Hamda ayollarda esa tuxumdonlar faoliyatini buzgani uchun hayz qilining buzilishi, hatto bepushtlikkacha olib keladi. Erkaklarda esa testosteronni pasaytirib, jinsiy zaiflikka olib kelishi mumkin. Kortizolni oshiradi va doimiy stress holatini keltirib chiqaradi. Qalqonsimon bez gormonlariga yomon ta'sir qilishi oqibatida har xil bo'qoq kasalliklarini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari yuqori insulin yosh kattalarda semirish, ikkinchi tur qandli diabetning rivojlanishi, yurak qon tomir kasalliklari, hatto nevrologik kasalliklar, demensiyaga ham olib kelishi mumkin. Bular bu kasalliklar rivojlanish xavfini oshirishi mumkin. Saqlab qo'ying va obuna bo'ling. Keyingi videolarda insulinni qanday nazorat qilish haqida gaplashamiz.